Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Azov dengizida dahshatli hujum. Ozarbayjonliklar bo'lgan kemani dronlar qo'yib tashladi. Qurbonlar bor. Areshnik hali jangovar qo'llangani yo'q. Putin Yevropa Rossiya bosimi sabab Armanistonning qo'ynidan kirdi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga trudovой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Azov dengizida dahshatli hujum. Ozarbayjonliklar bo'lgan kemani dronlar qo'yib tashladi. Bugun 5-iyunga o'tar kechasi Azov dengizining Taganrog qo'ltig'ida dronlar ikkita yuk kemasi, Natra va Tsirkon kemalariga hujum qildi. Hodisa oqibatida 5 nafar ozarbayjonlik halok bo'ldi. Yana 3 kishi jarohatlandi. Bu haqda Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, kemalar bortida jami 25 nafar Ozarbayjon fuqarosi bo'lgan. Biroq kemalarning o'zi ushbu mamlakatga tegishli bo'lmagan. Ular Palau va Beliz bayroqlari ostida suzgan hamda Turkiyadan Rostov-Don shahriga g'alla ortish uchun ketayotgan bo'lgan. Natra kemasiga 4 ta dron borib urilgan. Shundan so'ng bortda yong'in chiqqan va ekipaj uni o'z kuchi bilan o'chirishga muvaffaq bo'lgan. Kema cho'kmagan, biroq shatakka olishga muhtoj. Tsirkon kemasiga ham 4 ta zarba berilgan. Ekipaj cho'kayotgan kemani qutqaruv qayiqlarida tark etgan. Omon qolgan dengizchilarni falokat joyi yaqinidan o'tib ketayotgan 3 ta kema qutqarib olgan. Ertalabga yaqin qutqarilgan dengizchilar Eysk portiga yetkazilgan. Yaradorlar shifoxonaga o'tkazilgan. Shikastlangan Natra kemasini shatakka olish uchun 2 ta kema yo'lga chiqqan. Favqulodda hodisa joyiga Ozarbayjonning Rossiyadagi elchixonasining bir nechta xodimi jo'nab ketgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Azov dengizidagi yuk kemalariga qilingan dronlar hujumi ortida Ukraina turganini da'vo qilgan. Biz Qora dengiz va O'rta Yer dengizi akvatoriyasida tinch aholi fuqarolik kemalariga havo va dengiz dronlari yordamida kim hujum qilayotganini yaxshi bilamiz. Bu ta'bir joiz bo'lsa hammaga ma'lum mamlakat. To'g'rirog'i o'sha mamlakatda hokimiyatni egallab olgan rejimdir, deydi Rossiya Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mixail Galuzin. Rossiya Mudofaa vazirligining bayonotiga ko'ra, o'tgan kechadan mamlakat hududi uzra Ukrainaning 123 ta uchuvchisiz uchish apparati yo'q qilingan va tutib qolingan. Ularning bir qismi Azov dengizi akvatoriyasi ustida urib tushirilgan. Ukraina qurolli kuchlarining uchuvchisiz tizimlar kuchlari esa tungi hujum davomida vaqtincha bosib olingan Mariupol va Berdyansk portlarida, shuningdek sohil bo'yi suvlarida Rossiyaning 5 ta kemasiga zarba berilganini ma'lum qilgan. Okkupantning kontrabanda logistikasini to'xtatish kerak, deydi uchuvchisiz qo'shinlar qo'mondoni Robert Madyar Brovdi o'zining Telegram kanalida. U Ukraina g'allasini tashiyotgan Rossiya kemalarini na quruq yuk kemalari va tankerlarning bo'yab o'chirilgan nomlari, na o'chirib qo'yilgan radarlar qutqarib qola olmasligini ta'kidlagan va zarbalar davom etishini va'da qilgan. Areshnik hali jangovar qo'llangani yo'q. Putin Rossiya prezidenti Vladimir Putin 4-iyun kuni Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi chog'ida bir guruh xorijiy jurnalistlarning savollariga javob qaytardi. Forumning birinchi kunida Ukraina dronlari Sankt-Peterburg va Leningrad oblasti bo'ylab zarba berdi. Natijada Boltiq bo'yi mintaqasidagi eng yirik neft terminallaridan biri bo'lgan Peterburg neft terminalida yong'in boshlandi. Shahar uzra qora tutun ustunlari ko'tarildi. Bu manzara forum o'tkazilayotgan hududdan yaqqol ko'rinib turardi. Bundan tashqari Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning Kronshtadt dengiz zavodidagi Alekseyev dokida turgan Boyki harbiy kemasi aniq nishonga olinganini ma'lum qilgan. Sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlarda kemada yong'in ro'y bergani aks etgan. Matbuot anjumani chog'ida Associated Press agentligi jurnalisti James Jordan Putindan Sankt-Peterburg bo'ylab zarbalar haqida so'rash asnosida Rossiya iqtisodiyoti so'nggi vaqtlarda muammolarni boshdan kechirayotgani, prezidentning reytingi qulayotgani, AQSh esa bosqinni strategik falokat deb ataganini eslatgan. Bularning barchasini hisobga oladigan bo'lsak, butun Donbassni egallashga qaratilgan harbiy maqsadingizga amal qilish mantiqan to'g'ri bo'ladimi yoki siz kelishuvga borishga tayyormisiz deya savol qo'ygan jurnalist. Putin Jordanning savolini yuzida tabassum bilan tinglab turdi va bunga javoban Donbassni nazorat ostiga olish muzokaralar g'oyasiga zid emasligini aytdi. Shuningdek, u Ukrainada Rossiyadagi kabi havo hujumida mudofaa tizimlari ham, zarbdor raketa tizimlari ham yo'qligini aytdi.
G'arbdagi homiylar turli xil, jumladan uzoq masofali dronlarni ko'p miqdorda yetkazib bermoqda. Afsuski, ulardan ba'zilari yorib o'tmoqda. Ammo Rossiyada havo hujumidan mudofaa tizimlari mavjud. Biz uni takomillashtirishimiz kerak. Biz uni mustahkamlashimiz kerak va biz buni amalga oshiramiz. Ammo Ukrainada umuman bunday tizim yo'q, dedi Putin. Matbuot anjumani chog'ida Putin 24-may kuni Ukrainaga Oreshnik ballistik raketasi bilan yo'llangan so'nggi zarbalar yuzasidan ham izoh berdi. Oreshnik raketasi bilan Kiyev oblastining Belaya Tserkov shahriga zarba berilgandi. Guvohlar tomonidan olingan kadrlarda yerga bir necha shu'la tushayotganini ko'rish mumkin. Ukraina rasmiylari va harbiylari ta'kidlashicha, bitta Oreshnik bilan Belaya Tserkovdagi garajlar kooperativiga zarba berilgan. Ikkinchi raketa esa okkupatsiya ostida bo'lgan hududga tushgan. Bu keng ko'lamli urush boshlangandan buyon 3-marta Oreshnik qo'llanishi bo'ldi. Rossiya prezidentining aytishicha, Oreshnik bilan so'nggi zarbalar haqiqiy muhim nishonlarga emas, balki natijalarni ko'rish qulay bo'lgan joylarga berilgan. Sizga bir sirni ochaman. Ukraina bo'ylab hali Oreshnik jangovar qo'llanmadi. Bu Belaya Tserkovga ham asosiy mustahkamlangan hudud perimetridagi Donetsk Xalq Respublikasi hududiga ham tegishli. Keyin esa zarba berilgan omborxonaga dronlarimiz uchib bordi va shunchaki bloklar qanday yotqizilganiga qaradik. Qayerga tushgan bo'lsa hammasini millimetrgacha o'lchab chiqishdi, dedi Putin. Putin hozir bunday zarbalar kelajakda Oreshnikni belgilangan maqsadlarda, shu jumladan shahar hududida to'liq formatda qo'llash to'g'risida qaror qabul qilish uchun zarurligini aytdi. Yevropa Rossiya bosimi sabab Armanistonni qo'ynidan kirdi. Yevropa ittifoqi Armanistonga Rossiyaning iqtisodiy bosimi tufayli yordam choralari paketini tayyorlamoqda. Bunga 50 million yevrodan ortiq moliyaviy ko'mak ham kiradi. Bu haqda Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan suhbatdan so'ng ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, Yevropa ittifoqi Armaniston qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosini osonlashtirmoqchi. Shuningdek, zarar ko'rgan sohalarga, ayniqsa gulchilik sanoatiga amaliy yordam berish rejalashtirilmoqda. Sababi Rossiya so'nggi kunlarda Armanistondan gul olib kirishni cheklagan. Ertaga Latviyaga 10 ming dona gul partiyasi yetib kelish kutilmoqda. Keyin yana yuboriladi. Moskva Armaniston mahsulotlariga eksport cheklovlari orqali siyosiy bosim o'tkazmoqda. Mamlakat iqtisodiy aloqalardan qurol sifatida foydalanmoqda. Biz bu taktikani juda yaxshi bilamiz. Shu sababli Yevropa Armanistonni qat'iy qo'llab-quvvatlaydi, dedi Yevrokomissiya rahbari. U shuningdek Yevropa ittifoqi tadbirkorlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda davom etishini aytdi. Bu Yerevandagi sammitda berilgan va'dalarning ijrosidir. Yevrokomissiya rahbarining ta'kidlashicha, 2024-yildan beri berilgan yordamlar Armanistondagi 7 mingta korxonaga ko'mak bo'lgan. Shuningdek, 20 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratishda yordam bergan. Von der Leyen Yevropa ittifoqining Yerevan bilan hamkorlik rejasiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi.